Kim donor bo'ladi onangizga? O'zim donor bo'laman. Demak, ona uchun hamma yoqqa tayyorsiz. Hamma yoqqa tayyorman. 6 oyga surug' berishgan dedi. Onam borligi uchun ko'zimni oldidan o'tdi onam. Bu yigitning ichidan nima o'tayotganini bilasizmi? Qanaqadir mashina yoki dabdabali koshona emas. 9 oy u 9 kun qornida ko'tarib, halol yedirib, toza kiydirib, yaxshi tarbiya bergan onasining dardi tunu kun xayolida. Nega deysizmi? Bundan 5 oy avval bu yigitning onasi jigar sirroz kasalligiga chalingan. Ukajon, sizni svetoforda rosa kuzatdim. Biron bir bemoringiz bormi? Ayam kasal. Jigar sirroziga chalingan 5 oy oldin bilganmiz. Endi oz vaqt qoldi, 35 ming dollar kerak. Hozir soat 5 qo'shnilarimiz, mahalla kuylarimiz bilan yaqin 27 ming dollar pulimiz bor. Yetmayapti, 8 ming dollar yetmayapti. Yetsak, xudo xolasa Hindistonga jo'natamiz. Xudo xolasa onaxon yaxshi bo'lib ketsin iloyim. Ona, bu dardga chalinganingizga qancha bo'ldi? O'zimni bilganimga 5 oy. 5 oy bo'lyapti. Jigar sirroz chiqarib bergan doktorlar. O'g'illarim Toshkentga borishdi, o'sha yerdan keyin bildik jigar sirrozligini. Shunaqa tashxis qo'yib berdi. Jigar almashtirib, vaqtiga bo'pti, almashtirmasangiz bo'lmaydi deyishdi. Hozir ukam aytayapti, 1 oy qolibdi vaqt. 1 oy ham hech qancha emas, toni o'tib ketadi birpasda. 6 oyga surug' berishgan dedi doktor. Sizga? Toshkentda qilmoqchi edi operatsiya. O'g'illarimdagi, farzandlarimdagi tushmadi. Endi o'sha uchun Hindistonga olib boramiz deb mahallaga ham rahmat. Yelib yugurishib hammasi xizmatda. Sizdan bir iltimosimiz, imkoniyatingiz bo'lsa ihson qiling. Imkoniyatingiz yo'q bo'lsa videomizni tarqatib Alloh uchun duo qilib qo'ying. Zero sizni duolaringiz Allohimga yetib borib, onamiz shifo topib ketsa.